Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar. Bugun men sizning har biringizni bevosita qiziqtirishi shart bo'lgan, hayotingizga jiddiy ta'sir ko'rsatadigan juda muhim yangilikni muhokama qilish uchun shu yerda yig'ildim. Bilaman, ko'pchiligingizning xayolingizda hozir yana nima o'zgarishlar bo'ldi ekan degan savol turibdi. Ishoning, bu safargi ma'lumotlar shunchaki navbatdagi bir yangilik emas, balki sizning moliyaviy barqarorligingiz, kelajagingiz uchun asos bo'lishi mumkin bo'lgan fundamental o'zgarishlardir. Men sizni ogohlantirmoqchiman. Bu video sizning va oilangizning moliyaviy rejalaringizni tubdan o'zgartirishi mumkin. Shuning uchun hech qanday bahonaga o'rin qoldirmasdan hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu ma'lumotlarni maksimal darajada ko'proq odamga yetib borishiga yordam berasiz. Muammoning mohiyati va nima o'zgardi yaqin vaqtgacha ko'plab fuqarolarimiz ayniqsa o'zining mehnat mahsulini qo'l mehnati bilan yaratgan narsalarni, shuningdek kundalik ehtiyoj uchun xizmat ko'rsatish faoliyatini amalga oshiruvchi shaxslar uchun soliq va rasmiyatchilik yuki og'ir tuyulardi. Masalan, mahallasida sartaroshlik bilan shug'ullanuvchi chavar ayollar, uyida shirinliklar pishirib sotuvchilar, ustalarning yordamchilari, hatto xususiy taksi haydovchilari ham o'z faoliyatlarini qonuniy asosda ro'yxatdan o'tkazishda bir qator murakkabliklarga duch kelishardi. Bu jarayonlar nafaqat vaqt talab etar, balki moliyaviy jihatdan ham ancha xarajatli edi. Yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tish, undan so'ng muntazam soliq hisobotlarini topshirish, hisob kitoblarni yuritish, bank hisob varag'ini ochish kabi bosqichlar ko'pchilikni qo'rqitar edi. Natijada ko'plab odamlar o'z faoliyatini norasmiy tarzda davom ettirishga majbur bo'lardi. Bu esa bir tomondan ularning huquqiy himoyasini cheklasa, boshqa tomondan davlat byudjetiga tushishi kerak bo'lgan soliqlarning kelmay qolishiga olib kelardi. Lekin hozir vaziyat butunlay o'zgardi. Hukumat tomonidan o'z-o'zini band qilish faoliyatini qo'llab-quvvatlash va uning huquqiy asoslarini takomillashtirish to'g'risidagi yangi nizom tasdiqlandi. Bu nizom mamlakatimizdagi o'z-o'zini band qilgan shaxslar uchun chinakam inqilobiy o'zgarishlarni o'z ichiga oladi. Asosiy o'zgarish shundaki, endilikda o'z-o'zini band qilgan shaxslar uchun soddalashtirilgan tartibda soliq to'lash va qonuniy faoliyat yuritish imkoniyati yaratildi. Ya'ni siz rasmiyatchilikning ko'pchiligidan ozod etilib, juda ham qulay shartlar asosida o'z ishingizni yuritishingiz, buning evaziga esa qonuniy himoya, kelajakda pensiya ta'minoti kabi muhim ijtimoiy qat'a ega bo'lishingiz mumkin. Bu nafaqat sizning faoliyatingizni legallashtiradi, balki ishingizni kengaytirish, katta mijozlar bilan ishlash, hatto kreditlar olish uchun ham imkoniyatlar yaratadi. Oldin bunday soddalashtirilgan tizim yo'q edi, hozir esa bor. Va bu bizning iqtisodiyotimizda juda muhim qadam, chunki u norasmiy sektordagi ishlarni shaffoflikka olib chiqishga, fuqarolarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga xizmat qiladi. Tafsil tushuntirish, nimalarni bilish kerak, kimlar uchun muhim, kimlar uchun emas demak. Ushbu yangi nizomning eng asosiy jihatlariga chuqurroq kirib boramiz. Avvalo, o'z-o'zini band qilgan shaxs kimligini aniqlashtirib olaylik. Bu doimiy ish joyiga ega bo'lmagan, yakka tartibda mehnat faoliyatini amalga oshiruvchi va daromad oluvchi jismoniy shaxsdir. U xodim yollamasligi, ya'ni ish beruvchi bo'lmasligi kerak. Aynan shu shartlar sizni ushbu maqomga to'g'ri kelish-kelmasligini belgilaydi. Bu tartib kimlar uchun muhim? Asosan quyidagi faoliyat turlari bilan shug'ullanuvchi shaxslar uchun. Hunarmandlar va uy ustalari. Misol uchun, gilam to'quvchi Zaynab opa. U har oyda o'rtacha 3 ta katta gilam to'qib, ularni bozorga yoki buyurtma asosida sotadi. Ilgari Zaynab opa o'z faoliyatini ro'yxatdan o'tkazishdan cho'chirdi. Chunki soliqlarni hisoblash, hisobot topshirish u uchun murakkab tuyulardi. Endilikda u oddiygina mobil ilova orqali bir necha daqiqa o'zini band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tishi mumkin. Uning yillik daromadi qancha bo'lishidan qat'i nazar, u faqatgina yillik belgilangan minimal miqdordagi ijtimoiy soliqni to'laydi. Bu soliq miqdori hozirda juda ham arzon, shu bilan birga uning mehnat stajiga qo'shiladi va kelajakda pensiya olishiga zamin yaratadi. Bu soliq har oyda yoki yil oxirida bir martada to'lanishi mumkin. Bu juda katta qulaylikdir. Agar Zaynab opa o'z faoliyatini rasmiylashtirmaganida uni pensiya haqida o'ylay olardi, na qonun himoyasida bo'lardi. Endi esa u to'lag'onli ijtimoiy kafolatlar egasidir. 2. Xizmat ko'rsatuvchi shaxslar, misol uchun Toshkentlik Bobur akamiz. Uning asosiy kasbi uy-ro'zg'or buyumlarini ta'mirlash.
kir yuvish mashinalari, changyutgichlar, dazmollar Bobur aka har kuni kamida 2-3 ta buyurtma oladi. U ham yakka tartibdagi tadbirkor bo'lishning murakkabliklaridan qochardi. Endilikda Bobur aka ham o'z-o'zini band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tadi va xuddi Zaynab opa singari yillik ijtimoiy soliqni to'lab, qonuniy ravishda o'z faoliyatini davom ettira oladi. Agar Bobur aka masalan oyiga o'rtacha 3 million so'm daromad topsa, yillik 36 million so'm bo'ladi. Lekin u bu daromaddan foiz hisobida soliq to'lamaydi, balki belgilangan minimal ijtimoiy soliqni to'laydi. Bu uning uchun nihoyatda foydali, chunki avvalgi tartibda u ancha ko'proq soliq to'lash kerak bo'lardi. O'tu qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotuvchilar, misol uchun Bobon Ahmad akamiz. Uning bog'ida o'stirilgan meva sabzavotlarni bozorda sotadi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotish ko'pincha mavsumiy xarakterga ega bo'ladi. Endi Ahmad aka ham o'z-o'zini band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tib, o'z mahsulotlarini bemalol sotishi mumkin. Ushbu status ayniqsa mavsumiy ishlaydiganlarga juda qulaydir. Chunki siz yil davomida doimiy daromadga ega bo'lmasangiz ham sizdan ortiqcha soliq talab etilmaydi. Faqat belgilangan ijtimoiy soliqni to'laysiz. 4. Mobil ilovalar orqali xizmat ko'rsatuvchilar. Bugungi kunda ko'plab yoshlar taksi xizmatlari, masalan, Yandex taksi, Maytaxi yoki kuryerlik xizmatlari orqali daromad topadi. Ilgari ular ham qanday qilib o'z faoliyatini rasmiylashtirishni bilmasdilar. Endilikda ular ham o'z-o'zini band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tib, qonuniy ravishda ishlashlari mumkin. Misol uchun talaba Sarvar har kuni 4-5 soat taksichilik qilib, oyiga 2,5 million so'm atrofida daromad topadi. U ham faqat belgilangan ijtimoiy soliqni to'laydi va qonuniy ish stajiga ega bo'ladi. Kimlar uchun bu tartib muhim emas, ya'ni kimlar o'z-o'zini band qilgan shaxs bo'la olmaydi. O'zining xodimlari bo'lgan ish beruvchilar, agar sizda bittadan ortiq xodim ishlasa, siz o'z-o'zini band qilgan shaxs bo'la olmaysiz. Siz yakka tartibdagi tadbirkor yoki yuridik shaxs sifatida ro'yxatdan o'tishingiz shart. Misol uchun, agar sizning kichik ishlab chiqarish sexingiz bor va u yerda 3 ta ishchi ishlayotgan bo'lsa, siz ushbu nizomga kirmaysiz. Siz o'z-o'zini band qilgan shaxs emas, balki to'laqonli tadbirkor hisoblanasiz. 2. Litsenziya talab qilinadigan faoliyat turlari bilan shug'ullanuvchilar. Ba'zi faoliyat turlari uchun maxsus litsenziya yoki ruxsatnoma talab qilinadi. Masalan, tibbiy xizmat ko'rsatish, farmatsevtika faoliyati, giyohvandlik vositalarini ishlab chiqarish kabi faoliyatlar. Bunday hollarda siz o'z-o'zini band qilgan shaxs sifatida ishlay olmaysiz. Chunki bu faoliyatlar alohida tartibda litsenziyalashni talab qiladi va ularning shartlari ancha murakkabdir. O'tu yuridik shaxslar. Ushbu tartib faqat jismoniy shaxslar uchun mo'ljallangan ekan. Korxonalar, firmalar, tashkilotlar bu nizomga kirmaydi va ular amaldagi soliq kodeksining umumiy qoidalariga muvofiq soliq to'lashda davom etadilar. Shuni yana bir bor ta'kidlamoqchimanki, o'z-o'zini band qilgan shaxs maqomi sizga faqatgina soddalashtirilgan soliq tizimini emas, balki eng asosiysi ijtimoiy himoyani ta'minlaydi. Ya'ni sizning mehnat stajingiz hisobga olinadi. Siz kelajakda pensiya olish huquqiga ega bo'lasiz. Bu oldinlari norasmiy ishlagan odamlarda mavjud bo'lmagan juda muhim kafolatdir. Agar avvalgi tartibda biror bir sartarosh misol uchun 20 yil norasmiy ishlab soliq to'lamagan bo'lsa, u endilikda pensiya olish uchun asosga ega bo'lmaydi. Lekin endi ushbu nizom tufayli u o'z faoliyatini rasmiylashtirib, ijtimoiy soliq to'lash orqali o'z kelajagini sug'urtalashi mumkin. Bu albatta juda katta yutuqdir. Istisnolar, nozik jihatlar va ko'zdan yashirin tuzoqlar har bir yangi tizimda bo'lgani kabi, bu nizomda ham o'ziga xos istisnolar, nozik jihatlar va e'tibor berish lozim bo'lgan holatlar mavjud. Ularni bilish sizni kutilmagan muammolardan himoya qiladi. Birinchidan, faoliyat turlari ro'yxati. Nizomda o'zini band qilish mumkin bo'lgan faoliyat turlari aniq belgilab berilgan. Bu ro'yxat hukumat tomonidan tasdiqlangan bo'lib, u muntazam ravishda yangilanib boriladi. Siz o'z faoliyatingizni ro'yxatdan o'tkazishdan oldin ushbu ro'yxatda mavjudligiga ishonch hosil qilishingiz shart. Agar sizning faoliyatingiz ro'yxatda bo'lmasa, siz o'z-o'zini band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'ta olmaysiz. Bunday holatda sizga yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tish to'g'ri keladi. Masalan, siz Shinam kafe ochmoqchisiz va unda bir o'zingiz ishlamoqchisiz. Kafe faoliyati odatda umumiy ovqatlanish xizmatlari kategoriyasiga kiradi va bu turdagi faoliyat ko'pincha yakka tartibdagi tadbirkorlikni talab qiladi. Chunki
Bu yerda sanitar gigiyenik talablar, xavfsizlik qoidalari va boshqa tartiblar ancha murakkabroqdir. Shu sababli faoliyatingizni boshlashdan oldin tegishli davlat organlari, masalan, Soliq inspeksiyasi yoki davlat xizmatlari markazidan aniq ma'lumot olishingizni tavsiya qilaman. Ikkinchidan, ijtimoiy soliq miqdori va to'lash tartibi. Yuqorida aytib o'tganimdek, o'z-o'zini band qilgan shaxslar uchun yillik ijtimoiy soliq to'lanadi. Ushbu soliq miqdori har yili minimal ish haqi miqdoriga bog'liq holda o'zgarishi mumkin. Shuning uchun har yili tegishli rasmiy manbalardan bu miqdorni aniqlashtirib olishingiz juda muhim. Bu soliqni siz butun yil uchun bir martada to'lashingiz yoki har oyda teng qismlarda bo'lib to'lashingiz mumkin. Bu sizning moliyaviy imkoniyatlaringizga bog'liq. Asosiysi, belgilangan muddatlarda to'lovlarni amalga oshirishni unutmang. Aks holda penya hisoblanishi mumkin. Misol uchun, agar yillik soliq miqdori 300 ming so'm bo'lsa, siz uni yil boshida bir marta to'lashingiz yoki har oyda 25 ming so'mdan to'lashingiz mumkin. Bu juda muhim nuans, chunki ba'zilar butun yil davomida to'lovni unutib qo'yishi mumkin. Uchinchidan, chek chiqarish majburiyati. Yangi nizomga ko'ra o'z-o'zini band qilgan shaxslar mijozlarga xizmat ko'rsatganlik yoki mahsulot sotganlik uchun chek berish shart emas. Bu juda katta yengillik, chunki onlayn kassa apparatlari yoki mobil kassa tizimlarini sotib olish, ularni texnik xizmat ko'rsatish va ularga xizmat ko'rsatish uchun ham qo'shimcha xarajatlar talab etilardi. Endilikda sizning asosiy vazifangiz shunchaki o'z faoliyatingizni ro'yxatdan o'tkazish va belgilangan ijtimoiy soliqni o'z vaqtida to'lashdir. Biroq bu sizning mijozlaringiz bilan munosabatlaringizda mas'uliyatsiz bo'lishingiz kerak degani emas. Agar mijoz sizdan chek talab qilsa, siz unga qo'lda yozilgan kvitansiya berishingiz yoki to'lovni amalga oshirganligini tasdiqlovchi boshqa hujjatni taqdim etishingiz mumkin. Bu sizning obro'yingizni oshiradi va mijozlarning ishonchini qozonishga yordam beradi. To'rtinchidan, hisobotlarning yo'qligi. Bu eng yoqimli jihatlardan biri. O'z-o'zini band qilgan shaxslar soliq organlariga hech qanday hisobot topshirishlari shart emas. Yakka tartibdagi tadbirkorlar har chorakda yoki yil oxirida soliq hisobotlarini topshirishlari kerak bo'lsa, siz bunday majburiyatdan ozodsiz. Sizdan faqatgina ijtimoiy soliqni o'z vaqtida to'lash talab etiladi, xolos. Bu xususiyat sizning vaqtingizni va asablaringizni tejaydi. Chunki hisobotlar tayyorlash ko'pchilik uchun bosh og'rig'i bo'lib kelgan. 5-dan, daromad cheklovlari. Hozircha o'z-o'zini band qilgan shaxslarning daromadlariga hech qanday cheklov qo'yilmagan. Ya'ni siz qancha daromad topsangiz ham belgilangan ijtimoiy soliqdan ortiqcha soliq to'lamaysiz. Bu juda muhim jihat. Chunki avvalgi ba'zi tizimlarda ma'lum bir daromad chegarasidan oshib ketganda boshqa soliq rejimiga o'tish talab qilinardi. Ammo shuni unutmaslik kerakki, agar sizning daromadingiz juda yuqori bo'lsa va faoliyatingiz kengayib, xodimlar yollash zarurati tug'ilsa, o'z-o'zini band qilgan shaxs maqomidan voz kechib, yakka tartibdagi tadbirkor yoki yuridik shaxs sifatida ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun, agar siz shirinliklar pishiruvchi ayol bo'lsangiz va sizning mahsulotingizga talab shu qadar oshib ketsa-ki, sizga yordamchi kerak bo'lib qolsa, bu holda siz o'z-o'zini band qilgan shaxs maqomini saqlab qola olmaysiz. Siz yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tib, o'sha yordamchiga rasmiy ish haq to'lashingiz, u uchun ham soliqlarni to'lashingiz lozim bo'ladi. Bu o'zgarishlar sizning biznesingiz kengayishining tabiiy natijasidir va bu yaxshi belgidir. Chunki bu sizning biznesingiz rivojlanayotganidan dalolat beradi. 6-dan, bank hisob varaqlaridan foydalanish. Siz o'z-o'zini band qilgan shaxs sifatida bank hisob varag'ini ochishga haqlisiz. Bu sizning faoliyatingizni yanada shaffof va qulay qiladi. Masalan, sizning mijozlaringiz naqd pulsiz to'lovlarni amalga oshirishi mumkin. Bu esa ayniqsa bugungi raqamli davrda juda muhimdir. Agar siz uzoqroq hududdan buyurtma qabul qilsangiz, ular to'lovni sizning bank hisobingizga o'tkazib berishlari mumkin. Bu ham sizning mijozlar doirangizni kengaytirishga xizmat qiladi. Lekin shuni esda tutingki, bank hisob varag'i ochish majburiy emas. Siz naqd pulda ham, plastik karta orqali ham to'lovlarni qabul qilishingiz mumkin. Bu faqatgina qulaylik va imkoniyatdir. 7-dan, davlat xaridlarida ishtirok etish. O'z-o'zini band qilgan shaxslar davlat xaridlarida ishtirok eta olmaydilar. Chunki davlat xaridlari uchun yuridik shaxs yoki yakka tartibdagi tadbirkor maqomi talab qilinadi. Bu o'z-o'zini band qilgan shaxslar uchun ahamiyatsiz tuyulishi mumkin. Lekin agar siz kelajakda davlat bilan shartnomalar
tuzishni rejalashtirgan bo'lsangiz, bu cheklovni yodda tuting. Sizning biznesingiz kengaygan sari bu imkoniyatlarni ko'zda tutgan holda maqomingizni o'zgartirishni rejalashtirishingiz mumkin. Bu jihatlarni bilish sizga o'z faoliyatingizni to'g'ri rejalashtirishda va kelajakda va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan noxush vaziyatlardan saqlanishda yordam beradi. Har doim qonunchilikdagi o'zgarishlarni kuzatib boring va shubhali holatlarda mutaxassislardan maslahat olishdan tortinmang. Amaliy maslahatlar. Nima qilish kerak? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Bu yangiliklardan qanday foydalanish, siz nima qilishingiz kerak? Sizga aniq qadam-ba-qadam ko'rsatmalar beraman. Birinchi qadam, faoliyat turingizni aniqlang va ro'yxat bilan solishtiring. Avvalo siz shug'ullanmoqchi bo'lgan yoki hozirda shug'ullanayotgan faoliyat turingiz ushbu nizomga muvofiq o'zini band qilish mumkin bo'lgan faoliyat turlari ro'yxatida borligiga ishonch hosil qiling. Bu ro'yxatni Soliq qo'mitasining rasmiy veb-saytidan yoki soliq mobil ilovasidan topishingiz mumkin. Ro'yxat doimiy ravishda yangilanadi. Shuning uchun eng so'nggi ma'lumotlarga murojaat qilish muhimdir. Agar sizning faoliyatingiz ro'yxatda bo'lmasa, yuqorida aytib o'tganimdek, boshqa soliq rejimlarini ko'rib chiqishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi qadam, o'z-o'zini band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish. Bu jarayon juda soddalashtirilgan. Sizning oldingizda ikkita asosiy yo'l bor. Soliq mobil ilovasi orqali. Bu eng qulay va tezkor usul. Mobil ilovani smartfoningizga yuklab olasiz. Play Market yoki App Store'dan. Ilovaga kirganingizdan so'ng o'z-o'zini band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish bo'limini tanlaysiz. Shaxsiy ma'lumotlaringizni, pasport seriyasi va raqami J-shar kiritasiz. So'ngra faoliyat turingizni tanlaysiz. Bir necha oddiy qadamdan so'ng sizga avtomatik ravishda tasdiqlovchi xabar va maxsus QR kod beriladi. Bu QR kod sizning rasmiy maqomingizni tasdiqlovchi hujjatdir. Uni saqlab qo'ying. 2. Davlat xizmatlari markazlari DXM orqali. Agar siz mobil ilovadan foydalanishda qiyinchiliklarga duch kelsangiz yoki shaxsiy yordamga muhtoj bo'lsangiz, yashash joyingizdagi davlat xizmatlari markaziga murojaat qilishingiz mumkin. U yerda mutaxassislar sizga ro'yxatdan o'tishda yordam berishadi. Buning uchun sizdan faqat pasportingiz talab qilinadi. 3-qadam, ijtimoiy soliqni to'lash. Ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng sizga belgilangan yillik ijtimoiy soliqni to'lashingiz kerak bo'ladi. Bu to'lovni quyidagi usullar orqali amalga oshirishingiz mumkin. 1. Soliq mobil ilovasi orqali. Ilovada maxsus soliq to'lash bo'limi mavjud. Bu bo'lim orqali siz bank kartangiz yordamida to'lovni bir necha soniyada amalga oshirishingiz mumkin. Bu eng qulay usuldir. 2. Bank kassalari orqali. Har qanday tijorat bankining kassalariga murojaat qilib, jismoniy shaxsning ijtimoiy solig'ini to'lash niyatida ekanligingizni ayting. Sizdan shaxsiy ma'lumotlaringiz va TIN soliq to'lovchining identifikatsiya raqami so'raladi. To'lov terminallari orqali. Paynet, Klik, Payme kabi to'lov tizimlari terminallari orqali ham to'lovni amalga oshirishingiz mumkin. Kerakli bo'limni topib, shaxsiy ma'lumotlaringizni kiritasiz va to'lovni amalga oshirasiz. Muhim eslatma, soliqni o'z vaqtida, ya'ni belgilangan muddatda to'lashni unutmang. Aks holda penya jarima hisoblanishi mumkin. Qolaversa, soliq to'lanmasa, sizning ijtimoiy kafolatlaringizga ham salbiy ta'sir qiladi. 4-qadam, QR kodni saqlab qo'ying. Mobil ilova orqali ro'yxatdan o'tganingizda beriladigan QR kodni ehtiyot qilib saqlang. Bu kod sizning faoliyatingiz rasmiy ekanligini tasdiqlovchi hujjatdir. Uni har doim yonida olib yurish shart emas, lekin kerak bo'lganda taqdim etish imkoniyati bo'lishi lozim. Masalan, tekshiruvchilar so'raganda yoki mijozlaringizga ishonchli ekanligingizni ko'rsatish uchun foydalanishingiz mumkin. Uning asl nusxasi soliq ilovangizda saqlanadi. Xohlasangiz uni chop etib, faoliyat yuritayotgan joyingizga ilib qo'yishingiz mumkin. 5-qadam, doimiy ravishda axborotni kuzatib boring. Qonunchilik doimiy ravishda o'zgarib turadi. Shuning uchun Soliq qo'mitasining rasmiy veb-sayti, ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalari va soliq mobil ilovasidagi yangiliklarni doimiy ravishda kuzatib borishingizni tavsiya qilaman. Yangi faoliyat turlari qo'shilishi, soliq miqdorining o'zgarishi yoki boshqa muhim o'zgarishlar haqida birinchilardan bo'lib xabar topishingiz shart. Bu sizni kutilmagan vaziyatlardan himoya qiladi. 6-qadam. Savollar tug'ilganda mutaxassislarga murojaat qiling. Agar sizda ushbu nizom bo'yicha biron bir savol yoki tushunmovchilik yuzaga kelsa, taxmin qilish yoki noto'g'ri ma'lumotlarga ishonish o'rniga darhol mutaxassislarga murojaat qiling.
Sog'liq inspeksiyasining gal markaziga qo'ng'iroq qilishingiz, davlat xizmatlari markazlariga borishingiz yoki professional yuridik maslahatchilardan yordam so'rashingiz mumkin. Noto'g'ri qadamlar yoki bilmasdan qilingan xatolar sizga kelajakda qimmatga tushishi mumkin. Shuning uchun ehtiyotkor bo'ling va doimo ishonchli manbalardan ma'lumot oling. Xulosa va yakuniy chorlov. Qadrli do'stlar, ko'rib turganingizdek, utvejdeno degan bir so'z ortida sizning hayotingizni, moliyaviy ahvolingizni va kelajagingizni yaxshi tomonga o'zgartirishga qodir ulkan imkoniyatlar yotibdi. Bu yangi nizom nafaqat rasmiyatchilikni soddalashtirdi, balki har bir fuqaroga qonuniy asosda ishlash, ijtimoiy himoyaga ega bo'lish va kelajakda pensiya ta'minotidan foydalanish imkoniyatini taqdim etdi. Bu hech shubhasiz mamlakatimiz ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi muhim qadamdir. Men sizdan faqat bitta narsani so'rayman. Bu imkoniyatdan foydalaning. O'zingizning faoliyatingizni rasmiylashtiring. O'z kelajagingiz uchun foydavor yarating. Bu juda oddiy va foydali. Va eng muhimi, bu ma'lumotni imkon qadar ko'proq odamga yetkazing. Oilangizga, do'stlaringizga, qo'shnilaringizga bu o'zgarishlar haqida aytib bering. Axir bilimsizlik ba'zan eng katta xatolarga olib kelishi mumkin. Sizning bu boradagi fikrlaringiz, savollaringiz, hatto shaxsiy tajribangiz biz uchun juda muhim. Ularni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqalarga ham yordam beradi. Agar videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Biz har doim siz bilan eng muhim va dolzarb ma'lumotlarni baham ko'rishga tayyormiz. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha omon bo'ling.